Bugun mana sekin do'konga keldi. Bu yerda mikrofonlarimni oldimda. Sekin endi bugun katta videorolik olamiz. O'shanga kamera bu narsalarni olishga ketamiz sekin. Hoppa, o'sha narsalarni olib bugun inshaalloh katta videorolik ishlaymiz. Bugun shu narsalarni ulashaman sizlarga. Hammasini ko'rsatib ketaman. Hop, mana sekin oldu narsalarni ketamiz. Hop, hozir hammasini nastroykalarni to'g'irlab oldik. To'g'irlab sekin endi birinchi lokatsiyaga ketamiz. Birinchi lokatsiyaga borib, hozir bu yerda olamiz. Bismillah deb boshladik. Birinchi lokatsiyadamiz o'sha. Hammasi olindi, ipodrom bozordamiz. Bu yerda endi olib, hozir sekin kadrlar bilan kerakligini qilib olamiz. Hozir ham sekin bu ipodromdan chiqib ketamiz. Bu yerda unaqacha ko'p kadr ololmadik, boshqa yerga boramiz. Ketdik. Ketamiz. Hozir bu yerda setlarni qo'ydik. Mana bu ham set tushib turib bu yerda. Shunaqa narsalarni hozir oldik. Bu yerda ko'rishing mumkin. Davlat Chorsu bozorda olamiz. Kadrli bo'limini chiqdi. Odam sal kamroq ekan. Ikkita bozorda oldik kadrlarimizni. Hop, yana olamiz endi bu yoqqa ozgina ko'proq do'konda kadrlar qoldi. Общий yana qilani ham qo'yaman. Hozir mana Chorsuning yoyma bozoriga keldik. Bu yoqda bir ikkita kadrlarni olishimiz kerak. Shuni oldik. Ko'rsatib berdi odamlarni. Odamlar juda ham ko'p, menga qarang. Bu yoqda hozir polniy oldik. Kameraga qaratgan. Bu yoqda bir ikkita kadrlarimiz bor. Yoyma bozordan polniy bu yoqda har xil kadrlarimizni oldik. Yoyma bozorda, ichkarida, bozor ichida polniy oldik hozir. Har xil kadrlar yig'ib olganmiz. Odamlar juda ham ko'p, vaqti odamlar gapirib, lekin ancha o'rganishim bo'lib qolibdi. Bemalol yuribman. Odamlar gapirib, hamma qayib yotibdi. Kuzatib turinglar, hali davomi bor yana. Xo'p, buni senda kamera to'linyapti. Конечно, telefon bilan kamerani farqi bo'ladi. Bu yerda oyna borligi uchun kameradan olib olganman. Endi bu yoqda hozir bozordagi hamma anaqani oldik. Hozir qolgan narsa nima qoldi desanglar, faqatgina qolgan kadr bu yoqda do'kondagi kirib kelish, ya'ni o'sha eshikdan kirib kelish kadrlar bo'ladi. O'sha kadrlar qoldi. Bu yerdan kirib kelib, do'konda yana obzor bo'ladi ozgina. Bir ikkita obzorlarni oldim do'kondagi. Xo'p, yana qolgan narsalar o'sha kelish, kirishlari, hamma narsalarini olib, keyin ularni ham mabodo qo'shib olaman vlogga. Lekin bitta narsa bor, u Reels formatda olinyapti, YouTube format emas. Reels formatda olinyapti. O'shaning uchun nima deymiz? Bunaqasiga qo'yib qo'shib olaman, ko'rasizlar. Atak agar kamera haqida fikrimni aytadigan bo'lsam, ko'rishingiz mumkin, o'zingizlar вообще kачествоsi udar. Eng yaxshi kameralardan bittasini olib ishlatib ko'ryapman. Juda ham udar. Kameralarga o'tish niyat bor. Nasib shunaqasidan ham olamiz. Texnikalarga keladigan bo'lsak, hop, bu yerda mana Nanlite ishlatdik. Nanlite, unga shtativ. Bu yerda главный rolligimiz Ronin. Juda ham katta foydasi tegdi. Buni ulab qo'yib olishga bir problema narsa. Hali yana ulab olamiz. Ronin RS2. Shu modelni ishlatdim.
do'konimizning reklamasi uchun bu yerda tashqaridan ham bitta ko'rsataman do'konning o'zini. Xo'p. Mana. Ko'rishingiz mumkin. O'zimizning do'kon. Shuni reklamasini oldik. Hali bor davomi, hali yana olamiz. Kutinglar. Chiqadi. Hali yana olinayotgan payt davomini yana qo'yaman. Hozir endi do'kon davomimiz bu yerda oxirgi kadrimiz qoldi. Bu yerdan. Men backstage olib turaman. Ko'rishingiz mumkin. Ragazzo butik bilan har bitta istagingiz amalga oshadi. Buni oldik. Bu yerda hozir endi eng oxirgi kadrimiz qoldi. Ya'ni eng boshli kadrda eng oxirgi davomimiz. Mashina o'sha. Boy yaxshi ushlab turdim. Bu yoqqa. Eng bu. Tayyormizmi? 1 2 3 ketdi. Kiyim olishim kerak. Bugun bozor ishlarmi-ku? Ha, ishlik bozorga boraman. Yo'q, unaqa emas. Kakras bugun bozor ishlaydi. Bozorga boraman deb o'ylaysiz-ku? Kakras deysiz, bozor ishlaydi. Bugun bozorga boraman deb. Endi qiladi, endi qilib. Bugun bozor ishlaydi. Bozorga borib bir kiyinib kelay deyman. Ha. Shunaqa. Garderobimga yengilab keldingiz. Chunki garderobga 1 2 3 ketdi. Bugun bozor ishlaydi, bozorga borib bir kiyinib. Ha, qildingiz. Birinchi men buni ko'rib o'tirgan bo'lasiz-da, men bunga o'taman, keyin sizga qaytaman-da. Bo'ldi, syomkani ham oxiri tugatib oldik. Hammasini oldik. Bu yerda endi video uchun notebook keldi. Hammasini qilib oldik. Hammangizga rahmat. Ko'rganingiz uchun sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bugun bozor ishlaydi. Bir bozorga borib garderobni yangilab kelaman. Voy, issiqni qara. Kamiga joy ham yo'q istayankeda. Joy bormi ishqilib? Choy ko'ring-chi. Oka bularni berdingiz. Menga to'liq komplekt kerak-da, oka. Komplekt oyoq kiyim oladigan bo'lsangiz 206 ga borasiz, 350 ga borasiz, 350 to'rga. Kunim ko'chada o'tgan. Instagramda qanaqa do'konlar bor ekan. O, ragazzo. Kakras yangi kolleksiyalar ham kelibdi. Shu yerga boraman. Oh, ragazzo butik. Shu ekanda. Oh. Muzdekini qilib qo'yishibdi. Assalomu alaykum. Keling aka, xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Men garderobimni polni yangilamoqchiman. Keling, o'tirib turing, sizga kolleksiyalarimizni ko'rsatamiz. Salomat bo'linglar. Suv, choy, kofe nima ichasiz? Muzdekroq suv bering. Xo'p bo'ladi. Aka, charchamadingizmi? Rahmat. Sizni garderobingiz uchun 4 xil ko'rinishdagi luklar tayyorlab qo'ydim. Marhamat qilib kiyib ko'rsangiz bo'ladi hammasini. Xo'p bo'ladi. Mana aka, hamma tanlagan narsalaringiz. Rahmat, baraka topinglar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xo'p. Ragazzo butik bilan har bitta istagingiz amalga oshadi.